Aka, o'zim ishlagan haqqimni so'rayman men sizdan. 2 oydan beri beraman deb aldaysiz. Bolalarim kasal, buni sizdan so'ramasdim. Qo'lingdan nima ham kelardi? Bir tiyin pul bermayman. Surbeydan. Aka, bersangiz shu dunyoda olamiz. Bermasangiz o'zingiz berasiz. Ketdi yo'qdan. Aka, xo'jayin kim aka? Ishlaymidi? Mana o'zlar. Aka, 1 minut kim? Keling aka, nima xizmat? Siz tanimadim? Shu siz uyda salgan sharoitim yo'q, bolalarim mazasi ham yo'q. Mana pul kerakmi? Yo'q, men tilamchi emasman. Shu yerda bir halol ish bo'lsa, shunga deb keldim. Uzr ha, ishchilarimiz hammasi yetarli edi. O'zi ishchi kerak bo'lsa biz hasharcha ilovasidan chaqiramiz-da. Aka, men shu niyat qildim. Olib qo'ying. Telefoningiz bor-a? Hasharcha ilovasini ulab oling. Har qanday ishlar bor. Soatli ishlar deysizmi mana? Kiring. Mana shu ilovani ko'chirib oling. Ha. Mana ilovani zo'r tomoni ro'yxatdan o'tganingizdan keyin xohlagan viloyatingizda 12 ta viloyatda ham amal qiladi. Xohlagan boshqa viloyatlarga, shaharlarga chiqib qolsangiz ham o'sha ilova orqali ish topsangiz bo'ladi. Studentlarga ham rosa qulay bo'lganda, o'z soatli ish deysizmi, ustachilik deysizmi, har qanday ishlar topsa bo'ladi. Ayol kishi alohida, erkak kishi alohida. Mana ko'chiring mana. Ana registratsiyadan o'tsangiz. Ana zakaz shuyoqda oling, qani. Alo, assalomu alaykum. Aha, eshik o'rnatish kerak 2 soatga. Bo'ldi, hozir boraman aka, vakansiyaga. Xo'p akajon, Xo'p. Rahmat akajon. Ko'pchilik bilmaydimi, ish qidirveradi. Zamon rivojlanib ketgan. Mana ilovaga kirsak, kimga ish kerak bo'lgan bo'lsa, ish topiladi. Ishchi kerak bo'lgan bo'lsa, ishchi ham topiladi. Siz ilovani ko'chirib olganmisiz? Tezda o'ylanib oling. Instagramda ham obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.